Aha. Assalomu alaykum. Yana biz qaytdik. Biz yana qaytaveramiz. Qaytaversak kerak bundan keyin ham. Xullas, aytgan bo'lishim kerak va men aytdim menimcha. Короче, ikkinchi marta olgan projetimizdan kirib ketdik kiradigan joyiga. Menimcha bu haqida video qildimmi yo'qmi bilmadim. Tashladimmi? Esimda yo'q, chunki da proshyut yo'q qilgandan keyin doim kalla ishlashni boshlaydi biz hammada. Xo'p, GitHub 10% bo'lgani yutqazildi. Xo'p, endi nima bo'ladi? Ishimiz davom etadi. O'zimda faqat. Hozircha olishgan anaqa yanvarda olish niyatim bor. Yanvargacha endi to'xtatmasdan o'rganib turish kerak, chunki doim olganda o'rganish kamlik qilyapti, ya'ni ko'proq. Xullas, bu hafta o'sha dekabr oyi vafshim qiziq keladi deyapti hamma. Xo'p, dekabr oyida hozir bugun 8 dekabr o'zi. Yangiliklar kutilmoqda audio. Asosiy yangiliklar audioda kutilyapti. Katta kanadskada va yana USDda vafshim fomus bo'lib yotibdi. Audioda. Audio haqida gapirdik. Shvetsarskiy. GPY chiqadi. GPP ham chiqar ekan. Xo'p. Frankfurtda. Bo'ldi, короче. Kichkina oddiy ishlash yaxshi. Mana masalan 30 daqiqada kecha kirgan joyimni ko'rsataman. Ya'ni men bitta trend bo'lish, ya'ni общий trend bo'lish diagramda. Bugun 8-yanvarda. Общий trend bo'lish, ya'ni bam bo'lish edi. Hop, bo'lish trend edi. Trend bo'lish edi va trend bo'lishda men o'yladim. Mana bu harakatni ko'rdik va mana bu yerda supply zona borligini bildik. Ya'ni juda katta supply zona bu. Qayerga supply вообще? Ya'ni transactionsda bunaqasi supply deymiz zonaga asoslanib endi savdo qilishni boshlaymiz. Chunki supply deymiz zona supply deymiz zona haqida gapiradigan bo'lsak, supply deymiz zona ya'ni kuchli harakatdan oldingi zona. Bular skinnerlar o'zin anaqa transactionsda yo'q edi. Transactionsda bu bor. 100% supply deymiz zona. Bu transactionsda asosiy birligi to'g'ri order block deyish mumkin. Nexuya bilmadim. Order blockni bilmayman. Короче, o'xshaydi deb aytishgan. Lekin supply zona mana shunday. Xo'p, mana bu joyda biz o'yladik va mana bu joyda keladi deb o'yladim. Qaranglar bo'ldi. Keyin xo'p, chunki bu Bitcoin va biz undan kichkina time frame ishlasak bo'lardi. Men mana bu yerda kirdim savdoga. Va yana bitta bo'yda mana bu yerga qo'yib qo'ygandim. Meni kuchli mana bu yerga qo'yib qo'ygandim. Kuchli-da. Mana shu yerga yana bitta boy qo'yib qo'ygandim. Kuchli harakat mana shu yerdan boshlangan. Va bum, bo'zdi keldi, yana mana bu yerda tez qildi. Yana ko'tarilib ketdi. Xo'p. Yana aytganim sizlarni brokeringlar bilan bet farqi bo'ladi. Doim spredonaga order qo'ymoqchi bo'lsalaring, stop lossni normalniy uzoqqa qo'yishlaring kerak bo'ladi. Matematik ustunlik sizlar tarafda bo'lsa shunday qilishlar kerak. Stop lossni yaxshigina uzoqroq qo'yish kerak. Chunki mana bu joy trading viewda 89.7 bo'lsa, o'sha joy bizda brokerda, IC market brokerida 88.945. Ya'ni ortada $60 yana tushgan orqaga. Ya'ni futga taqqilat qo'yganlaringda stop losslarni olib ketadi. Bu brokerda bunaqasi ibanligi. Lekin boshqa iloji yo'q, chunki brokerlar ham pul qilish kerak-ku. Xo'p, bizga birinchi xabarimiz SHP
GPI, ya'ni shveysarskiy frank haqida gap ketyapti. Bizda shveysarskiy frankda weekly time frame'da sizlar ko'rib turibsizlar. Weekly time frame'da biz ko'rishimiz mumkinki, mana bu kuchli bo'lish harakati, mana bu kuchli bo'lish harakati ko'rishimiz mumkin. Mana buni qaranglar. Juda kuchli, ha? U kuchli impuls manba shu mana shamdan boshlangan. Ya'ni bu shon display, mana shu hudud bo'l display zona, damage zona, arzon zona va bu yerda xaridlar ko'p bo'ladi. Mana bu ochiq joy va mana shu ochiq joygacha kelishi mumkin narx. Yaxshi, mana shu narxni ochiq joyga qo'yib qo'ydik, gapni o'ziga qo'yib qo'ydik. To'g'ri, gap deyishim bilan sen perception emas, unga ishlatayapsan, yo'q. Gap to'g'ri, smart money konsept yo'g'ida bo'lsa ham bu вообще, ya'ni mana bu harakat, mana 3ta harakat ketma-ket mana shu joy hududda paydo bo'lgan va mana shu joy juda kuchli damage zona va damage zona kelishi kerak bo'ladi. Shveysarskiy GPY. Shveysarskiy GPY esa hozircha narx o'smoqda. Lekin trend berish trend berish, lekin biz hozircha hech narsa deya olmaymiz. Chunki narx menimcha mana bu joyga keladi va qaytib ketishi mumkin. Chunki bu yerda toza emasda, juda ko'p soyalar yeb tashlagan. Biz day time frame'ga shunday qaytamizda, mana shu hudud biz uchun supply zona hisoblanadi va mana shu joydan qaytib ketadimikan deb o'ylab qolamiz keyin. Mana shu hududda qaytib ketadi narx deb o'ylab qoldik. Bu degani narx harakati yangilik qanday kelib chiqishini aytadi va yangilik qanday bo'ladi? Yangilik bizda shveysarskiy yangiligi payshanbaga to'g'ri kelyapti. Unoli formasi bor. Shveysarskiy payshanbaga to'g'ri keldi. Demak, shveysarskiy bo'lganlar, shveysarskiy qadar sizlanadi va yevro USD shifa qachon shu prognoz qilsak bo'ladi oldindan. Ancha kirish nuqta вообще нереальный chalkashda hozir. Shveysarskiy GPY yo'q, KGPY вообще ko'rmadim. Yo'q, mana bu qaranglar. Mana bu juda zo'r bo'pti, lekin it is bullshit. Bay ketyapti, kachifa. Shifa bor valyutami? Kuchli harakat mana bu joydan boshlangan. 4H desa, mana bu joy, ya'ni bo'lish harakat bo'ladi, lekin hozircha trend bo'lish va biz bu trend bo'lish shveysarskiy pastga tushadi, sel kirishni to. Qoida 1. Trend bilan savdo qilish. Qoida 2. Yana trend bilan savdo qilish. Trend bilan spread zonalarni aniqla, spot resistance aniqla, uni savdo qil. Shunda matematik ustunlik sen tarafda bo'ladi va sen juda yaxshi savdolarni amalga oshira olasan. Voy. Mana bu nima bo'lyapti? This is the cat emas. Voy. Biz mana bu joyda ko'rib qo'yganmiz. Kuchli bo'lish harakatidan tushib chiqadi deb o'ylayotgan edik. Xo'p. Mana bu joyga kelishi mumkin. Hozircha bo'lish trendda. Mana bu joyga kelishi mumkin. Mana bu joydan ko'tarilib ketishi mumkin. 4Hda biz ham ikkala joyda ham menimcha mana narsa bor. Yo'q. Narx mana bu hududgacha keladi bemalol. Biz mana shu joyda stop-loss bo'lish harakat boshlaymiz va narx mana bu joyga keladi deb o'ylaymiz. Kelyapti hali ham, kelishini kutamiz. Perceptions swing. Mana shu joydan yana bu trend qilamiz. Qarang, nimaga aynan mana shu joyni tanladim, sizlarga aytib beraman. Xo'p, mana bu joyda ham
Demak, zona bor deb o'ylaysizlar. To'g'ri, bor bo'lishi mumkin. Bori ham desang bo'ladi. Chunki kuchli harakat boshlangan, lekin bu yerda buzib o'tgan. Xo'p, nimaga mana bu? Chunki mana bu yerdagi super zonada kuchli harakat ancha uzoq masofaga ketgan. Agar mana yerda yana bitta super zona yana undan ham uzoqroq ketganda, super zona mana bu yerda hisoblagan bo'lar edik. Tushunarlimi? Yangi oldi hisoblaymiz. Sizda katani biz oldik. Hozir ikkita valyuta olyapmiz bu haftaga SHFJP, NZCAT. NZSHFI kerak, NZCPK emas. Xo'p, bizada nima bo'ldi? Mana bu joyda biz mana xuddi keladi deb o'ylagandik. Taytan bullish bo'lyapti. Ozcha bo'lishtiradi va biz bu payt kirish neto hech bo'lmasa mana bunaqa chirkanchlik, ya'ni chalkashlik bo'lgan paytda kirishimiz mumkin edi. Hozircha bu trend olmaymiz. Bu ham kuchli mana bu yerdagi zona hisoblanadi. Mana bu zona kuchli hisoblanadi. Va narx o'sha joyga keladi va yana o'sishni boshlaydi. Buncha SHFI qadrsizlanishiga, demak, SHFI yomon chiqishi aniq. Aniqroq darajasi oshyapti. SHFI qadrsizlanishi bu shunchaki texnikal analiz, fundamental analiz, texnikal analizga qarab chiqadi desanglar. Chunki narxni o'zi aytadi qanday chiqishi, qayerga narx ketishini o'zi hal qiladi, yangilik hal qilmaydi. Shuni bilasizlar, bizlarga kerak. Xo'p, mana bu joyda qaranglar, nizdada katta qaranglar, voy, nizkat mana bu yerga bum, mana bu kuchli oldi, qaranglar, dahshat-ku, dak, zo'r, вообще zo'r. Mana shu nizkatmi? Juda dahshat. Nizkat demak, mana bu holatni ko'rsalaring. Xo'p, bizada nima bo'lishi mumkin? Nima bor bu yerda o'zi? Xo'p, bizda kuchli harakat bor. Hozir mana bu joyda bizda sport deslangan bo'ladi, xuyisini mana bunaqa deslangan bo'ladi. Ya'ni ishlamayapti, internet buzilib qoldimi? Voy, mana bu joy sport deslangan bo'ladi. Resident deslangan bo'ladi. Rezidensiyaga sport zona. Xo'p, sport zonada mana shu sport zonada xo'p. Narx keldi, urildi va biz berish trendga aniqlandimi? Berish trendga aniqlandi. Narx qaysi vaqt kuchli harakat qildi? Mana bu zonada. Ya'ni mana bu zonada kuchli harakat boshlagan. Va biz o'sha zonaga narx kelishini kutamiz. Bam, it is bam. Shuncha kutishimiz kerak bo'ladi mana shu joyga narx kelishini. Va biz bu yerda short ochib qo'yamiz. Mana shu yerda short belgilanadi. Belgilanmayapti. To'g'ri, sal xuyovi chiqayotgandir ovozim, lekin bizda mana shu joyda short ochiladi. 200 bo'ladi va narx qayergacha borishi mumkin degan holat bizga eng qiziq narsani beradi. Narx qayergacha borishi mumkin? Mana bu joy sinadi, ko'tariladi, tushadi va mana bu joygacha kelishi mumkin. Ya'ni mana bu joygacha, ya'ni 1100. Mana bu haqiqiy harakat boshlandi desak ham bo'ladi. Demak, audio katta olamiz. Nezdi, audio nezdi. Voy, audio nezdi mana bu yerga qilgan xatomizni qaranglar. Deganlar. Xo'p, nima bo'ldi? Weekly time frame. Weekly time frame bo'lish juda kuchli bo'lish, lekin shunchaki sinadi deb o'ylayman weekly time frame'da. It's bearish.
Bam. Bam. Да. Audio is the cell. Да. Audio is the cell. Salon. Короче. Xo'p. Bizada mana bu joy bor. Avvaldan aytgandek. Mana bu yerda kuchli zona bor. Общий mana shu hududda. Mana o'sha hududga kelmoqda. Mana shu payt sel berish juda yaxshi sel berish. Men mana shu payt sel bergan bo'lardim. Lekin sel berishda o'zini qonun qoidasiga ko'ra bizlar mana bu yerda sel bersak 400 bo'lib ketyapti. Eng balandga qo'ysak ham 300 punkt bo'lyapti va bu yerda narxga tushib berish mumkin bu hafta hisobiga. Narx o'rtacha mana bu joyga tushib, mana bu yerga tushib berishi mumkin ekan 475. Mana bu hududgacha. Eng asosiysi mana bu hudud bo'lishi mumkin. Eng zo'ri mana bu joyga bo'lishi mumkin ekan. Bu juda qiyin baqa tushib berish lekin ya'ni 1200 ya'ni 120 pips. Nima? 120 pips. 120 pips tushib berish juda qiyin lekin rostini aytaman, lekin mana bu joy juda zo'r. Selim zo'r. Audio News'da hozir biz kiramiz. Necha lotda kirsak bo'lar ekan? Audio News haqida gaplashamiz. Audio News'da biz hozir hujjat qilamiz. Kecha kirgan Bitcoin'ga kirgan 1,5 ming dollar Bitcoin'dan hozir plyuslar. Qo'ysin bu demoligi aniq. Hatto demoligini tan olyapman. Xo'p, keyingisi biz hozir kirishimiz mumkin bo'lgan Audio News bo'ladi hisoblanadi. Biz Audio News'ga Audio News. Xo'p, Audio News bo'lsa xo'p, nima bo'lyapti Audio News? Audio ishlar hozircha ochib berolmayapti. Xo'p, Audio News'dan sel kirdik mana shu joyda. Eslab qo'yinglar, keyin hafta gaplashamiz. Audio News'ga kirganmiz. Audio GPY. Xushim bo'ldi. Audiodan chiqib ketaylik. Kerak emas audio boshqa. Gupicat. What is this? What the zo'r? Biladi. O'ta dahshat. Audioga mana shu payt kirishimiz mumkin bo'ladi. Necha lot? +5. Bizda risk roverimiz tan olgan holda stop loss. No. Wait. It's okay. Da 0.5 kirsak bo'lar ekan bemalol va $100 risk qo'yamiz. $100 stop loss, take profitimizni bilamiz nechaga qo'yishimizni. Nechaga qo'ydik take profitni? Take profit mana bu yerga qo'ydik. Ya'ni bilet qayerga qo'ydik take profitni? Take profitga shu yerga qo'ydik. Kiramiz? Kirdik, короче, audioga. Kirib qo'ydik. Audioga kirib qo'ydik. Bizga Gupicat kerak bo'ladi. Gupicat trend qanday? Trend berish. Lekin bizada mana bu joyda juda kuchli zona bor deb o'ylayapman. Samni Daily degan narsalar ishlatmagan holda mana bu joyda juda kuchli zona bor. Yangilik bo'lgan joy. Biz mana shu joy hududga kelishimiz kerak, qanday bo'lmasin.
va biz mana shu hududga kelishimiz kerak. Mana shu hududga kelsak sel berishimiz mumkin yoki trendni kutishimiz kerak bo'ladi. Yanada qayoqlarga borar ekan? GBP-NSD. GBP katta ko'rib qo'yamiz. Xo'p, GBP-NSD вообще chirkin bo'ladi. Chirkin вообще onasini uchun. Chirkin nima bo'layotganini bilib bo'lmaydi. Voy, jallod. Deyishga arziydigan bo'lyapti biz. Nima qilmoqchi bo'lyapti bu? Pastlamoqchimikan? Mana voy. Biza общий trend hisobiga hisoblasak, masalan, weekly time frame'da mana bunday hisoblasak, biza bo'lish harakat qilishimiz kerak bizada, chunki mana bu joyga kelyapti. Narx va kichrayib boryapti, narxingiz impuls kamaymoqda. Agar mana shu joydan kelishni boshlasa, ya'ni 2.3 deyapti, ya'ni 2.3 ga kelib bo'lish harakat ketsa kerak. Lekin bo'lish trendi olamizmikan? Aniqlay olamiz. Mana bu joyga вообще dahshat. Mana bu joyga keldi, tez qildi, ketdi. Keldi, tez qildi, ketdi. Va biz narxni mana bu joydan bo'y ketadi deb o'ylaymiz. Voy, shoshma. Ko'ryapsiz, mana bu joy hududga kirib kelmoqda. Samidelni va biz mana shu yerdan long ochamiz. Agar mana shu joydan kelsa, stop lossimiz esa qayerga qo'yishimiz mumkin? Stop lossimizni buni eng pastga qo'yamiz. 285, ya'ni 28 pips va take profitimiz esa albatta juda katta 130 pips bo'lishi mumkin. Yoki undan ham yuqori 150 pipsga qo'yamiz va mana shu joyda narx kelishini kutamiz. Go. GBP-NSDga kirildi. Bolalar. Kirildi bolalar. Xo'p, GBP audio haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, GBP audio mana bu hududga kelishi mumkin. Shu hududdan ko'tariladi, ko'tarilsa ham. Va mana shu hududni biz belgilab qo'yamiz. Qulog'imga qanaqa qo'shiqlar eshitilib ketyapti. Mana shu hududga keladi va biz bu yerda bo'y bersak bo'ladi. Qayergacha? Qarshi tepagacha menimcha. Mana bu hududgacha endi aytib beraman qani. Mana shu yergacha beramiz ekan. Kesin kutamiz. Ortiz pips o'qityapti. Voy, mana endi. Lekin matematik ustunlik biz tartib hisobiga biz kichikroq lotda kirishimiz mumkin. To'g'ri, katta pips bo'lsa ham. GPY bilan savdo qilmayman. Naxi. GP shifre. It's type. Daydan mana bu joyda biz ko'rib turganimizdek Diamond zona bu. Diamond. Normalniy kuchli Diamond zona bu. Va trendimiz bo'lish bo'lgani uchun mana shu joydan biz bullga kirishimiz mumkin. Longga. Voy.
Rossiyada lolga kirishimiz mumkin, lekin trend o'zgarishi bizga sezilsa, biz qaytib tushayotganda ham kirishimiz mumkin stelga. Gap-shapa oldinda Eurocat olganimiz yo'q. Eurocat ham olmaymiz hozircha, chunki buguncha bilmaymiz Eurocatni qanday urishini. Bugun dushanba. Euronezdi. Hali aytganimdek, Euronezdi ham yaxshi hududga keldi. Ko'tarilishi kerak bu hafta juda ham yaxshigina. Bizga o'tanaqa beryapti hozir. Voy. Beryapti. Euronezdini olib turamiz, lekin hali kirmaymiz, chunki Eurozda tasdiqlanishi kerak. Chunki GBP nezga kirganmiz. What the fuck? Yo'q, juda kuchli spor zonani yorib o'tdi deyarli. Yo'q, tez qilmoqchi. Ya'ni qara. GBP nezdi audio va Euro nezdi audio narx ko'tarilishi juda katta ehtimol bilan kutib turilibdi va biz qanday vaqt kirishda o'ylashimiz kerak. O'sha trend aniqlandi. Burish trend reversal boshlanadi va biz o'sha joyda kirishimiz kerak bo'ladi. Lekin qanday qilib kirishdi? Hozir rejalashtiramiz. Hop, mana buni yo'q qo'ydik. Mana nimaga qo'ydik? Mana bu yerda temp zona borligini bilib oldik. Chalg'ituvchilar gap qoldi. Xo'p, mana bu joyda temp zona borligini bildik va mana shu joyda tasdiqlanishini kutishimiz kerak. Trend tasdiqlansagina, trend tasdiqlangan holda kirishimiz mumkin. EuroJPY va EuroJPY qiziq emas. EuroShifr ham qo'ysam, EuroJPY qiziqmaylik. EuroGBP. Mana bu joyda biz kecha kirganimiz. Qarang, men bir narsa bilib qoldim. Mana bu 4H deb men o'yladim. 4H deb men o'yladim. Va mana bu joyda narx kuchli harakat qilgan deb mana shu suplay zona va men mana shu suplay zonada men mana bu vaqt kirdim. Va stopimni urib ketdi. Mana bunday bo'ldi, stopim urib ketdi. Keyin men sezdimki, demak, agar sizlarda ham shunday holat bo'lsa, trend berish bo'lsa va mana bunday kuchli uzun soyaga ega sham bo'lsa, bu demak, mana shu soyasi poli demon zona hisoblanadi. Shu soyadan o'tdimi bo'ldi. Soyadan o'tgandan keyin kirish kerak bozorga masalan va soyani tepasiga qo'yish kerak iloji boricha. To'g'ri, bu katta risk bo'ladi va lekin sizlarda matematik ustun ishlar tarafida bo'ladi. Yoki kutish kerak, qaysi soyani qaysi vaqtgacha kelishi mumkin. Chunki men kichkina time frame qilsam ham bu soya turibdi-da. Soya turibdi vapishda. Turibdi soya, polniy turibdi soya. Juda kichkina time frame qaratsak ham balkim yo'q bo'lib qolar soya, sal teparoqda bo'lib qolar. No. Mana bu yerdan boshlangan soya-da. Shuning uchun katta soyasi bor bo'lsa, polniy soyasi demir zona va u demir zona oxirigacha test qilishi mumkin. EuroJPY haqida gap ketyapti va biz nima qilamiz endi? Narx mana bu joydagi demir zonani buzib o'tdi. Test qildi va tushdi.
Daytime yig'aymiz va biz mana bu joyga narx kelishini kutamiz. O'rtacha hisobda mana bu joygacha kelishi kerak. Mana bu joygacha kelishi mumkin narx. Va mana bu joyda tum bum keyin va biz mana bu yerda mana bunday narx bunday boradi-da, bum bum va biz mana shu joyda short kiramiz. Discover it's discover mana 2 pound. It is a pound. Mana bu joygacha kelishi mumkin ekan. Da. Eurocat. Eurocat o'zi Eurocat 30 safar zo'r harakat qilgan. Eurocat GBP cat degani, USD cat degani, USD cat haqida hech narsa deya olmayman. O'zada muammo bor hozir. Eng kuchli bo'lsa, ya'ni men o'ylashim bo'yicha, ya'ni bam polniy hisobga olinadi mana shu hozir. O'rtacha hisobda mana shu super hisoblanadi va shu yerdan yevro nezdilar, audiolar tushadi. LBM. O'rtacha hisobda mana bu joy hisoblanadi. Narx tushadi. Da. Hop, Shifay haqida gaplashdik. Shifay o'zi shu yerdan tushib berishi ham bo'lishi mumkin. Shu yerdan tushib berishi ham mumkin. Lekin bilmadim hozircha. Trend o'zgargandek tuyulyapti, lekin mana bu yerdan nem qilib tushib ketishi mumkin. Mana shu yerda kuzatishimiz kerak. Bizada polniy USDlar kuzatilmoqda. Bu ham ETS, bu ham. Bular haqida gapirmadim. Chunki ular ham sel ketadi. Demak, bu hafta USD, ya'ni dollar qadrlanadi. Xullas, bugungi darsimiz bugungi bozor analizi, bu hafta bozor analizi tugadi. Sizlarga yangi aniqlik o'tmoqchiman. Yangi stilda. Keyingi videodan ko'rasizlar.